O'rtoqlar, hammaga salom, sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy raskat bo'yicha WhatsAppdan aloqaga chiqasizlar, ya'ni aloqaga chiqasizlar deganim shu yozasizlarda. Tak, energiya olib berish uchun bitta like, podpiska sizlardan. Bugun kartamga savolim. U bilan uchrashuv bo'ladimi? Ketdik. Ikkitadan olaman. Чтобы tushuntirishga. Tak, bu bilan uchrashuv bo'ladimi desam, ha deyapti, bo'ladi. Ya'ni bola xohlayapti, bola istayapti, lekin bilasizmi, bu yerda shunaqa narsa bo'lyaptiki, bola bu safar xuddi o'zini ustida ishlayotgandek bo'lyapti. Ya'ni yokida taqdirini o'zgartirmoqchi bu bola, yokida уже bunaqa отношениyadan to'yda qandaydir qizlarimizda bo'lsa o'sha pataxa sovchi bo'ladimi, to'y bo'ladimi, yokida qandaydir birga yashash taklifi bo'ladimi-da. Bu safar qandaydir seriozliroq bir taklif bilan chiqadi bola, lekin urushganingiz, ya'ni urushib qolganmisiz, gaplashmayapsizmi-da. O'rtoqlar, sizlarga niyat qildim, 3 hafta yokida 3 oy ichida undan birga yashash taklifi yokida bir to'y, pataxa, shunga o'xshash qanaqadir chiroyli oila taklifi keladi deyapti. Bittada ikkita chiqdi, juda ham chiroyli. Tak, bola qanaqadir bola uydilari bilan gaplashyapti. Bola uydilari bilan nimadir maslahatlashyapti. Yokida siz bilan bog'liq narsani, yokida qandaydir bilasizmi, ya'ni важный narsani bola maslahatlashyapti uydagilari bilan. Bu yerda lekin bilasizmi, bitta narsani aytaman, otasimi yokida akasi bo'lsa akasimi, ukasimi, lekin ayol kishi emas, erkak kishidan qandaydir bilasizmi, mayli ko'ramiz, o'ylab ko'raman degan narsa gap chiqyapti, lekin ayol kishidan emas, erkak kishidan ko'proq chiqyapti. Yo'q, lekin shunga qaramasdan bola nimadirlar qilyapti-da, harakat qilyapti. Bu safar agar oramizda urushganlar bo'lsa, birinchidan yarashasiz, ikkinchidan oldingizga qandaydir taklif bilan keladi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni jiddiy ilishki, ya'ni jiddiy отношенияni taklifi bilan keladi. Keyin har bitta karta tashlayapman-ku, o'shanda karta tashlaganimda men energiyani чувствовать qilyapman. Ya'ni siz qandaydir уже ikkilanasiz. Men oldingizga jiddiy отношения bilan kelsa ham, o'sha insoningiz siz ikkilanasiz. Yana boshqacha bo'lsa-chi, yana o'sha eski holiga qaytsa-chi, yana nimadir bo'lsa-chi, yanachi degan narsa bilan ikkilanib qolasiz. Lekin o'sha aqlingizdagi insoningiz bu safar jiddiy bir yarashuv deymi yoki jiddiy bir taklif bilan keladi. Tak, energiya обмен qilishni unutmaymiz. Bitta like, podpiska sizlardan. O'rtoqlar, личный расклад через WhatsApp. Sog' bo'lamiz.